Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan hayvonlar fiziologiyasi fanidan gemoglobin miqdorini aniqlash bo'yicha laboratoriya darsini birgalikda ko'rib chiqamiz. Biz uchun kerak bo'ladigan laboratoriya jihozlari va reaktivlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Eng birinchi bizga dozatorlar va nakanichliklar, distillangan suv, vodorod xloratining 0,1 normali yetmasi, saligometri, qon olish uchun 0,02 ml melanjer va qon olingan qon namunasi biz uchun kerak bo'ladi. Va sizlarga shuni tanishtirib o'tishimiz kerakki, saligometri shtativga o'xshash usul hisoblanadi, buyum hisoblanadi. Saligometrda ikkala yonbosh qismida, yon tomonida standart 16.67 2 magniy sulfat yetmasi bilan payvandlangan qism hisoblanadi. Va o'rta qismida tekshiriluvchi hayvonning qon yetmasini solish uchun proberka joylashtirilgan hisoblanadi va uni yetmasi solingandan keyin aralashtiruvchi shisha tayoqcha solingan bo'ladi. Va shuni ham aytib o'tish joizki, sizlarda bu ikkala tomonda standart eritma joylashtirilgan va bu usulda gemoglobin miqdorini aniqlash kalorimetrik usulda tekshiriladi. Ya'ni tekshiruvchi hayvon qonini eritmasini ikkala yon tomondagi standart zardob eritmasi bilan taqqoslash usuliga qaratilgan hisoblanadi. Va ishni bajarish qismidan boshlaymiz. Eng birinchi saligometrining o'rta qismidagi proberkaga yaxshi yaqinlashtirib olishingiz mumkin. Ikki ko'rsatkich belgisigacha xlorid kislotasining 0,1 normali eritmasini tomiziladi va ishni bajarishdan boshlaymiz. Ya'ni dozatorlardan foydalaniladi bunda. Va vodorod xloratining 0,1 normali eritmasidan pastki chiziqgacha eritma solinadi. Va eritma solib bo'lingandan so'ng e'tibor beriladi. Ya'ni pastki ikki chiziqgacha to'g'ri kelgan bo'lishi kerak va undan keyingi bajariladigan ish, ya'ni qon olish uchun, ya'ni qon eritmasini olish uchun 0,02 ml melanjer va qon namunasi. Qon namunasi olayotganda oldin yaxshi chayqatiladi va qon namunasi olinadi. Va shunga ham e'tibor bo'lingizlar. O'rtadagi proberkaning yuza qismiga yoki bo'lmasam pastki qismigacha olib borish kerak. Yoki bo'lmasa yuza qismidan tomizsangizlar, reaksiya xato chiqishi mumkin. Pastki chiziqgacha olib boriladi. Va 0,2 ml qon tomizilgandan keyin aralashtiriladi shisha tayoqcha orqali. Va saligometrining shtatifiga qo'yiladi. Va biz natijada keyingi bosqichga o'tishimiz uchun 3 va 5 minut turishimiz kerak. Mana ko'rib turganingizdek 3 va 5 minut ichida bu eritmamizning rangi to'q qo'ng'ir rangga o'zgardi. Va bundan keyin uning ustiga hozir distillangan suvni sekinlik bilan tomiziladi. Va har bir tomizgandan keyin bu aralashtirilishi kerak. Va o'rtadagi standart eritma bilan taqqoslanishi kerak. Va ko'p turganingizdek hali jarayon davom ettirilishi kerak.
va uning ustiga toza distilllangan suv quyiladi. Va jarayon yana qaytadan davom ettiriladi. Va standart eritma bilan taqqoslanib ko'riladi. Va standart eritma bilan hali rangi bir bo'lgani yo'q. Va yana distilllangan suv quyildi va shisha tayoqcha bilan aralashtiramiz. Bu har bir tomchi quyilishga, ya'ni bir ko'p miqdorda qo'yib qo'ysangizlar, juda ham standart eritmagidan och bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun oz miqdorda quyib aralashtirib turasizlar. Va hali ham ozgina to'qroq standart eritmamizdan o'sha sababdan bu jarayonni yana davom ettiramiz. Va endi oxirgi jarayoonga yetayotgan paytlaringizda eritma miqdorini kamaytirasizlar, ya'ni distilllangan suv miqdorini kam miqdorda qo'shib borasizlar va yaxshilab aralashtirish lozim. Yana davom ettiriladi. Va yana aralashtirish davom ettiriladi. Standart eritma rangiga kelguncha. Va ko'rishingiz mumkin, standart eritma rangidan bir xil darajada o'rtadagi tekshiruvchi hayvonni shkalasi bir xil bo'ldi. Ya'ni eritmamiz standart eritma rangi bilan bir xil bo'ldi. Va endi oxirgi xulosa qismimiz, ya'ni tekshirilayotgan hayvonda gemoglobin miqdori qanday aniqlanadi degan savol tug'ishi mumkin. Va tekshirilayotgan shu shkalada, ya'ni probekida shkalalangan bo'ladi, ya'ni 1 dan to 23 gacha raqamlangan bo'ladi va siz o'sha standart eritma rangigacha necha shkalada to'xtab qoldi, o'shaga e'tibor beramiz. Ya'ni hozir 22 shkalagacha to'xtab qolgan va bu maxsus formalarda bo'ladi. Ya'ni 100 gram qonda 16.67 gram foiz gemoglobin bo'ladi. 22 da qancha topa olamiz va o'sha joyda hisoblab ketamiz. Ya'ni topamiz 100 ko'paytiramiz 22 ga va chiqqan javobi 16.67 ga bo'ladi. Va ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. 130 gram taqsim millilitr. Ya'ni tekshiruvchi hayvon qonida 130 gram millilitr taqsimda gemoglobin miqdori chiqdi. Va bu natija hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda ham faol kuzatib boringlar.